Assalomu alaykum. Bugun sal noodatiy video ishlayapman. Bu video noodatiy deyishimga yana bir sabab, bugun juda ham quyoshli kun bo'ldi. Shu darajada quyoshliki, yuzimni juda ham yorug' qilib yuboryapti. Ya'ni bizni quyoshsiz Angliyada ham quyoshli kunlar bo'lib turishiga yana bir dalolat. Bu qisqa videoda sizlar bilan ilmiy konferensiyalar haqida suhbatlashmoqchiman. Oldingi videoni ko'rgan bo'lsangiz, xabaringiz bo'lsa kerak. Mart oyida Kanadaning Vankuver shahridagi Osiyo tadqiqotlari uyushmasi konferensiyasida qatnashib kelgan edim. Ana shu konferensiyani misol qilib, xalqaro konferensiyalar qanday tadbirlar, ularda olimlar va boshqalar nima sababdan qatnashishadi, konferensiya degani o'zi nimaga kerak, foydasi nima, shu va boshqa savollarni bu qisqa videoda ko'rib chiqmoqchiman. Sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Birinchi savol, konferensiya degani o'zi nimaga kerak? Tashqaridan qaraganda konferensiya degani faqat shu domlalar yig'ilishib suhbat qiladigan, ma'ruzalar orasida qahva, kechqurunlari esa undan ham kuchliroq ichimliklardan ichib, mazza qilib bir-biri bilan suhbatlashib, aylanib keladigan tadbirdek ko'rinsa ajab emas. Aslida esa konferensiya agar u haqiqiy ilmiy konferensiya bo'lsa, juda muhim tadbirdir. Konferensiya tashkil qilishdan eng asosiy maqsad ma'lum bir sohada yaratilgan yangiliklarni ommaga yoyishdir. Omma deganda eng avvalo shu sohada ishlaydigan mutaxassislarni nazarda tutishimiz mumkin. Bu tür konferensiyalar odatda yopiq yoki asosan ilmiy bo'ladi. Yopiq deyishimga sabab, bu konferensiyalarda qatnashish uchun bir badal to'lashingiz kerak bo'ladi. Vaziyatiga qarab qatnashuvchilar qamrovi kengroq bo'lishi mumkin. Agar aytaylik o'sha mavzu, konferensiyaning mavzusi shunchaki olimlarga emas, balki jamiyatdagi boshqa guruhlarga, jurnalistlardir, siyosatchilardir, boshqa mutaxassislar, shularga ham tegishli mavzu bo'ladigan bo'lsa, jamiyatning oddiy a'zosi ham konferensiyada qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi yana bir savol. Ilmiy yangiliklarni ommaga yoyish yoki omma bo'lmaganda ham o'sha o'zining tor doirasidagi olimlar orasida yoyish nima uchun kerak? Buning sababi bir nechta bo'lishi mumkin. Birinchidan, ilmiy yangilik, kashfiyot va yutuqlar odatda to'liq sinov va tekshiruvlardan o'tib, ilmiy jurnallarda chop qilinguniga qadar tor doiradagi mutaxassislarga taqdim qilinishi kerak. Oraliq natijalar, ya'ni hali to'liq tasdig'ini topmagan bo'lsa ham, haqiqatga yaqin bilimlarni konferensiya yordamida ilmiy hamjamiyatga yoyasiz. Ikkinchidan, oraliq natijalar tor doiradagi mutaxassislarga taqdim qilishda ham alohida mazmun bor. O'sha kamchiliklar, nuqsonlar ish chop qilingunicha, qog'ozda bosilib butun dunyoga yoyilguncha ba'zi bir o'sha nuqsonlarni topib bartaraf etish imkoniyati bo'ladi. Ilmda raqobat bo'ladi va ba'zan bu raqobat xunuk qarama-qarshilik va tortishuvlarga ham olib kelishi mumkin. O'z tajribamdan eslaydigan bo'lsam, 2015-yilda doktorligimni yoqlashga bir necha oy qolganida o'sha o'tgan oyda borib kelgan konferensiyam, Osiyo tadqiqotlari uyushmasining anjumaniga ariza topshiray deganimda, ilmiy rahbarim hazil aralash, yarim hazil, yarim chin qilib, hali bo'rilar oldiga chiqishingga ozgina bor degani hech esimdan chiqmaydi. Shu sababdan bo'lsa kerak, 2017-yilda birinchi marta o'sha konferensiyada chiqish qilganimda kuchli qo'rquv bo'lgan. Aslida endi u darajada qo'rqinchli emas. Ayniqsa birinchi marta borganingizda ozgina qo'rquv bo'lishi mumkin, keyinchalik o'rganib ketasiz. Yosh olim bo'lishingiz mumkin yoki tajribali olim bo'lishingiz mumkin. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, ilmiy ishingiz konferensiyada taqdim qilingandan keyin sayqal topadi. Chunki boshqa mutaxassislar uning ba'zi bir sizga ko'rinmaydigan jihatlarini, ko'rinmaydigan xatolarini ko'rsatib berishi mumkin. Yana ham unchalik muhim tuyulmasa-da, juda ham muhim yana bir tomoni bor. Konferensiyalar o'sha aynan ilmiy hamjamiyat tuyg'usini shakllantirishda juda ham muhim. Qanchalik olimlar bir-biri bilan raqobat qilmasin, balki husumatda bo'lmasin, baribir tashqi dunyo bilan muloqotda olimlar bir-biriga tayanishi kerak. Chunki tashqi dunyo har doim ham olimlarga xayrixoh bo'lavermaydi. Universitet boshqaruvchilari, siyosatchilar, vazirliklardagi turli byurokratlar, umuman tashqaridan qarab bu olimlar shunchaki mazza qilib o'sha o'zini laboratoriyasidadir, o'zini xonasida, xohlasa dars yo'q kuni ishga ham bormasdan yuradi deb hisoblaydigan umuman ommaning vakillari unchalik yaxshi qaramasligi mumkin demoqchiman. Universitet degani, oldin ham aytib o'tganman, o'zini o'zi boshqaradigan, o'z taqdirini o'zi demokratik hal qiladigan, boshqalardan ko'pincha ko'rsatma olishni yoqtirmaydigan odamlarning jamiyati. Masalan, Cambridge yoki Oxfordni olsangiz, asrlar davomida universitet xodimlari o'zlarini fellow, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilish qiyin bo'lgan fellow so'zi bilan atab kelishgan. Fellow degani o'sha bir xil vaziyatdagi, bir guruhdagi inson degan ma'noni bildiradi va ma'no jihatidan o'zbekchada o'sha dosh, ya'ni o'sha sinfdosh, maslakdosh sufiks bilan belgilanadigan so'zlarga yaqin.
Endi hamma narsa o'sha Oxford yo Cambridge'dagidek bo'lishi shart emas albatta, lekin bularni biz shunchaki bir misol sifatida olishimiz mumkin. Ilmiy ish va ilmiy hamjamiyat aslida shunchaki bir quruq so'zlar emas degan ma'noda aytmoqchiman. Uning ustiga ilmiy ishini asosan yolg'izlikda bajaradigan olimlar uchun konferensiya, ayniqsa xalqaro konferensiya bo'lsa, bu nafaqat boshqa bir davlatga borib, boshqa bir shaharni ko'rish imkoniyati, balki o'sha fellowlar bilan uchrashish, ish va boshqa tashvishlarni esdan chiqarib, balki o'sha ish va tashvishlar haqida ham gaplashish imkoniyatidir. Bu uchrashuvlarning alohida ahamiyati aynan yosh olimlarga taalluqlidir, chunki hali nomi chiqmagan, balki o'sha ish qidirayotgan, o'z sohasida hali o'z so'zini aytmagan yosh olim yoki olimalar bunday anjumanlarda qatnashishi juda ham muhim, chunki birinchi navbatda o'zini mavzusini olamga ko'rsatadi, hamjamiyat bilan bo'lishadi, nom chiqaradi, o'zini tanitadi, boshqalarni ko'radi. Ya'ni aynan tajriba sifatida juda ham muhim. Ya'ni o'rganish tajribasi sifatida juda ham muhim, ammo xalqaro konferensiyalarning yosh olimlar uchun boshqa ahamiyatli jihatlari ham bor. Bular orasida amaliy jihatini aytib o'tish mumkin. Ya'ni xalqaro anjumanlarga borib ko'rmagan, ingliz tilida, ya'ni ko'pchilik olimlar, yosh olimlar uchun o'zining ona tilisi bo'lmagan, ammo xalqaro fanning tili bo'lgan ingliz tilida ma'ruza qila olish, o'sha katta auditoriyalarda, katta domlalarning oldida o'zini ishini, o'zini tadqiqotini taqdim qila olish kabi malakalarni o'rganishadi. Ba'zi professorlar o'z talabalari bilan sessiyalar tashkil qilib, qaysidir ma'noda ularni dunyoga olib chiqadi. Ilmiy rahbar bo'lmasa, boshqa xayrixoh ustozlar yosh olimni boshqa olimlar bilan, boshqa odamlar bilan tanishtiradi. Yana o'z tajribamdan misol keltiradigan bo'lsam, 2017-yilda Osiyo tadqiqotlari uyushmasi konferensiyasiga ilk bor borganimda, aynan o'sha menga xayrixoh bo'lgan bir olimning meni o'sha Harvard universiteti nashriyotining bosh muharrirlaridan biri bilan tanishtirib qo'ygani va nafaqat tanishtirib, balki o'sha hali endi yozib tugatgan dissertatsiyamni o'qigani uchun aslida meni opponentim bo'lgan himoyada. Kitobim o'sha hali dissertatsiya shaklida o'qigan bo'lsa-da, bu kitob juda ham ajoyib kitob bo'ladi. Sizlar bu kitobni qanday qilib bo'lmasin chop qilishlari kerak degani uchun ham o'sha muharrir bilan suhbatlashib, hali kitob chiqarish, ilmiy ish yozish, Harvard yoqda tursin, umuman boshqa universitet nashriyotlari bilan qanday ishlanadi, muharrir bilan qanday ishlanadi, shu haqda umuman tasavvurga ega bo'lmagan men shu tariqa o'sha muharrir bilan ishlab, buni natijasida kitobim chop qilingan. Yosh olim yo olimaning shu dunyoga chiqishi, boshqalar bilan tanishishi aslida juda ham muhim. Nima ish qilayotganidan tashqari, qaysi universitetda tadqiqot qilayotgani va kimning talabasi ekanini ham tor ilm dunyosiga ovoza qiladi. Chunki hali doktorant yoki aspirant bo'lgan paytingizda ko'proq sizni palonchining talabasi sifatida bilishadi. Ba'zi bir universitetlar, ba'zi bir dunyoning ba'zi bir davlatlarida esa aynan o'sha kimning talabasi ekaningiz aslida muhimroq ham, o'sha ilmiy ishingizdan ham muhimroq bo'lishi mumkin. Asosan katta konferensiyalarda yuz beradigan bu tanishish jarayonini biz networking deymiz ingliz tilida. Bunda har bir odam o'zini networkini, ya'ni o'zining o'sha o'zi bilan birga o'ralashib yuradigan odamlar desak bo'ladi. Qaysidir ma'noda bir to'r deysizmi? To'r o'zbekchaga uncha to'g'ri kelmaydi. O'zi bilan birga o'ralashib yuradigan odamlarni bir guruhini, o'zi taniydigan odamlar, o'zining mavzusiga yaqin odamlarni bir guruhini tashkil qiladi yoki o'shanday bir guruhga a'zo bo'ladi. Bunday katta konferensiyalarga misollar hozir biz bu videoda ko'rayotganimiz o'sha Osiyo tadqiqotlari uyushmasi, tarixchilar o'sha Amerika tarixchilari uyushmasi anjumaniga ko'p borishadi. Bu anjuman garchi nomi Amerika tadqiqotlari, Amerika tarixchilari uyushmasi bo'lishidan qat'iy nazar butun dunyodan odamlar qatnashishi mumkin. O'sha aytganimdek katta konferensiyaga bormagan, baland minbarlardan ma'ruza qilmagan olim yoki olimlar juda ham ko'p narsalarni o'rganishadi. Ko'pchilik nazarida eng muhim malaka ingliz tilida ma'ruza tayyorlab, uni ishonch bilan auditoriyaga yetkazib berishdir. Birinchi marta o'sha AES ga borganimda, boya ham aytganimdek, qanchalik puxta tayyorlangan bo'lishimga qaramasdan ancha qaltiraganim esimda. Bunday joylarning o'zining bir atmosferasi, o'zining bir susti bo'ladi. Ko'p boraverganingizdan keyin va kitobingizni chop qilgandan keyin, o'zingizni sohangizni mutaxassisga aylanganingizdan keyin ishonchingiz ham ortib boradi va o'sha ko'proq ishonch bilan muomala qilasiz. Ammo endi birinchi safar borganingizda ozgina qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Qo'rqinchli tuyilishining sabablaridan yana biri o'sha o'zingiz ona tilingiz bo'lmagan tilda, salobatli binolarda, salobatli xonalarda, ko'pincha mikrofon bilan sohangizdagi kitoblarini o'qib o'rgangan olimlar sizga ko'zlarini
tikib qarab turgan joyda ma'ruza qilish aslida anchagina qo'rqinchli narsa. Endi ayniqsa yosh olim bo'lsangiz, konferensiya tomonidan belgilanadigan qoidalar ham o'sha ma'ruzangizni juda qiyin qiladi. Chunki masalan, AES aytadigan bo'lsak, katta konferensiyalarning ko'pchiligida sizga ma'ruza uchun 20 daqiqacha vaqt beriladi. Ya'ni bir tomondan aytmoqchi bo'lgan gapingizni hammasini 20 daqiqaga sig'dirishingiz kerak. Agar mavzungiz juda murakkab bo'lsa, ko'pincha mavzu murakkab bo'ladi yoki mavzuni turli tomonlarini ochib bermoqchi bo'lsangiz, 20 daqiqa o'zi hech qancha vaqt emas. Ikkinchidan, ma'ruzangizni juda ham murakkablashtirib ham yubora olmaysiz, chunki nimadir deb ulgurguningizcha 20 daqiqa o'tib ketadi. Qiyinligi aynan shunda. Masalan, men birinchi marta Osiyo tadqiqotlari uyushmasi konferensiyasiga borganimda o'rgangan bir narsam soat qo'yib o'zimni 20 daqiqa ichida o'sha ma'ruzani qilishga o'rgatish bo'lgan. Qayta-qayta qilaversangiz 20 daqiqani qaysidir ma'noda o'zingiz sezadigan ham bo'lib qolasiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim o'sha konferensiya uchun tayyorgarlik va konferensiyaga borib o'rganadigan amaliy malakalardan biri sifatida misol qilib ko'rsatyapman. Kanadaning Vancouver shahridan salom. Vancouverda men Osiyo tadqiqotlari uyushmasi Association for Asian Studies ning Butunjahon konferensiyasida qatnashyapman va bu videoda sizlarga konferensiyalar qanday bo'lishi haqida qisqacha so'zlab bermoqchiman. Bugun konferensiya boshlanadigan kun, konferensiyaga oldindan ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'lsam ham, ertalabdan kelib, mana bu belgini olib, bo'ynimga taqib yuraman. Ya'ni bu konferensiyada qatnashayotganim haqidagi belgi bo'ladi va konferensiyaning xonalariga kirishga ruxsat beradi. Osiyo tadqiqotlari uyushmasi konferensiyasi Osiyoshunoslar, ya'ni Osiyo bilan shug'ullanadigan olimlarning dunyodagi eng katta konferensiyasi hisoblanadi. Har yili Shimoliy Amerikaning qaysidir shahrida odatda katta mana shunga o'xshagan mehmonxona yoki konferensiya markazlarida o'tkaziladi. Eng katta konferensiya deyishimga sabab, bu konferensiyaga bir yilda o'rtacha 3000 odam keladi va 3000 odam nafaqat shunchaki qatnashchi, balki 3000 ga yaqin ma'ruzachi keladi. Bulardan tashqari boshqa qatnashchilar ham juda ham ko'p. Bunday konferensiyalarda o'sha soha bo'yicha, masalan, Osiyoshunoslik, Osiyo Yaponshunoslikdir, Xitoyshunoslikdir sohasi bo'yicha eng yangi tadqiqotlar taqdim qilinadi, eng yangi filmlar taqdim qilinadi, odamlar bir-biri bilan uchrashadi, gaplashadi, kitoblar sotiladi va hatto ko'pincha bu konferensiyalarda odamlar o'ziga ish ham topish uchun, yangi ishga hujjat topshirgan odamlar ba'zida o'sha ish beruvchilar bilan suhbat qilish uchun ham kelishadi. Osiyo tadqiqotlari uyushmasi kabi katta konferensiyalar nima uchun aynan katta mehmonxonalarda o'tkaziladi? Buning sababi delegatlarning soni ko'pligidadir. 3000 ga yaqin ma'ruzachi bitta joyga kelganida, albatta ularning har biriga turadigan joy kerak. Undan tashqari konferensiyada bo'ladigan 300 tadan ko'p sessiyaga har bittasiga xona kerak. Shu sababdan Shimoliy Amerikaning katta shaharlarida mana shunday katta mehmonxona yoki konferensiya markazlari bunday tadbirlarni uyushtirish uchun juda ham qulay va qo'l keladi. Shimoliy Amerika, ya'ni nafaqat AQSh, balki Kanadaning ham o'rtacha kattalikdagi shaharlarida ham eng kamida bitta mana shunday konferensiya markazi bo'ladi. Shaxsan men uchun konferensiyalarda ma'ruza o'qish yoki boshqalarning ma'ruzalarini tinglashdan ko'ra networking muhimroq. Ya'ni ma'ruzalar muhim, lekin aslida ular orasida bo'ladigan narsalar. Masalan, qahva tanaffuslarida, tushlik yoki kechqurungi ovqatlar paytida ular bilan tanishasiz. Buning yana bir sababi katta konferensiyalarda ma'ruzalar ko'pligidan ularning hammasiga kirib ulgurish, kirganda ham hammasini eslab qolish juda ham qiyin. Men har bitta katta konferensiyaga qalin bir daftar ko'tarib boraman va ma'ruzalarni tinglash jarayonida o'nlab betlab narsa yozaman. Uyga qaytgach, bularning hammasini skanerdan o'tkazib, kompyuterdagi maxsus bir papkaga yig'ib qo'yaman. Ammo sizga rostini aytadigan bo'lsam, shuncha yildan beri yig'ilgan o'sha skanlarni kamdan kam o'qib ko'rganman. Ya'ni qaysidir universitetning qaysidir olimi nima haqida ma'ruza qilgan edi deyishsa, nari borsa o'sha olimning umumiy mavzusini eslashi mumkindir. Balki o'sha tinglashga arzigulik bitta ikkita ma'ruzani eslab qolgan bo'lishi mumkin. Ammo o'zingiz bilganingizdek, vaqt oqimi va informatsiyaning ko'pligi sabab ko'p narsalar esimizdan chiqib ketadi. Shu sababdan ham yarim hazil, yarim chin qilib konferensiyalarda eng qiziq narsalar o'sha ma'ruzalardan tashqarida bo'ladi deb ham aytamiz. Aslida networkingning shunchaki o'zini tanitishdan boshqa ham amaliy foydalari bor.
katta konferensiyalarda muhim uchrashuvlar tashkil qilinadi. Masalan, yaqingacha biron bir universitet o'ziga kadr qidirayotganida birinchi bosqichdan o'tgan nomzodlarni ana shunday konferensiyada suhbatdan o'tkazishgan. Endi ko'proq o'sha Shimoliy Amerikaning an'anasi hisoblanadi va asta-sekinlik bilan kamayib ketyapti bu tajriba ham. Ammo buni ortidagi amaliy afzalliklarni ko'rish mumkin, chunki odatda o'sha sohada ishlaydigan hamma o'sha konferensiyaga baribir boradi va qaysidir ma'noda bir o'q bilan ikkita quyonni urish desa bo'ladi buni. Bu video ham sizlarga qiziq yoki foydali bo'ldi degan umiddaman. Universitetlar, konferensiyalar, ilmiy ish va shu atrofdagi mavzular agar sizlarga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, sog' salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.